Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Baqiya qabristoniga chaqirgan ekanlar. O'sha paytdagi o'zlarining davrlaridagi tijoratchilarni. Ziyoratga borganlar bilasa, Masjid-i Nabaviyning yonida qabriston bor. Baqiya qabristoni. Ana shu joyga qabristonning oldiga chaqiribdilar Rasulimiz. Masjidga chaqirmaganlar, qabristonning oldiga chaqiribdilar. Nimaga? Orqada qabriston turibdi, bir kun mana shu joyga kelamiz hammamiz degan ma'noda qabristonning oldiga chaqirgan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, ey tijorat ahli, qiyomat kunida ko'p tijoratchilar gunohkor bir holatda tiriladilar. Innat tujjar yahshuruna yawmal qiyamati fujjaron. Magaram halol, pokiza tijoratchilar bundan mustasno degan ekanlar. Qiyomatda tijoratchilar gunohkor bo'lib tiriladilar. Ammo halol, sadoqatli, ishonchli tijoratchilar bunday bo'lmaydilar deb Payg'ambar alayhisalom ogohlantirgan ekanlar. Mana shu ogohlantirishlari mana bugunga qadar yetib keldi.